Boshlang'ich 42 million so'm bilan Cherry Tiggo 2 Pro. O'zbekistondagi eng arzon crossover haqida eshitganmisiz? Bugungi obzorimizda Cherry Tiggo 2 Pro. Mashinamizga LED faralar o'rnatilgan, ichki va tashqi dizayni Yevropa standartlariga mos ravishda qilingan. Orqa bagaj sig'imiga keladigan bo'lsak, 420 litr bo'ladi. Buni trekker bilan solishtirganda trekkerdagi 390 litr. Mashinamizni salon kengligiga keladigan bo'lsak, orqasini bemalol 180-185 sm odam o'tira oladi. Misol uchun, o'zimda bo'yim 182. Qiyinchiliksiz oldini ko'rishlaring mumkin. Oldida ham bemalol rullarni tushirib, chiqarib, o'zlaringga moslab olishlaring mumkin. Mashinamizni tormoz tizimiga keladigan bo'lsak, to'liq ABS sistemasi bilan jihozlangan, kolodkalari esa diskoviy bo'ladi. Motorga keladigan bo'lsak, bir turbina bo'ladi, 102 ta ot kuchi, shahar ichi 5 litr benzin sarflaydi. Tiggo 2 Pro mashinamiz oilaviy mashina bo'lib, shahar ichiga ham ko'p rasxod qilmaydi. Maksimalli 5 litr benzin sarflaydi. Keyin buni hozirgi kunda eng qulay taraflari shahar ichiga ixcham mashina, parkovkalarda yoki boshqa holatlarda ham qiynalmaydi. Oilaviy mashina, ichlari keng. Mashinamizni qulaylik taraflari oldi sideniyalar, rul, labovoylar isiydi. Mashinamizda rullari multimedia rul bo'lib, ko'rishlaring mumkin bemalol. Apple CarPlay o'rnatib olib, bemalol YouTube orqali foydalansalaring ham bo'ladi. Hamda boshqa funksiyalari ham mavjud. Mashinamizning o'zida kurs kontrol, klimat kontrollari bor. Keyin mashinamizda yana qulaylik jihatlari avto hold, avtomatik ruchnoy bilan jihozlangan. Hozirgi kunda eng kerakli narsa avto holdni tushuntirib o'tib ketaman agar kimlardir bilmasligi mumkin. Avtohold bu o'sha mashinani tormozlagan holatida oldinga siljib ketmasligini saqlab beradi. Avtomat korobka bo'lgani uchun ko'pchilik biladi buni. Oldinga siljib ketmasligini saqlab bergan qurilma sifatida ham qaralsak bo'laveradi. Mashinamizda orqa kamera, orqa parkovnik datchiklari bor. Siz ham shunday avtomobilni test drive qilib ko'rmoqchimisiz? Cherry Farg'onaga tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'lib kuzatishda davom eting. Keyingi videolarimiz Ariza 6 va Tiggo 7 larimiz haqida bo'ladi.